Yaxshimisizlar? Mana hozir yana keldim klinikaga, Sherqo'z akani oldilariga. Mahsulotlarni har doim olib yuraman. Mana yana olib ketyapman. Navaramga birinchida oluvdim, mana 15 kun bo'ldi. Allergiya edi, ham gijjasi chiqqan edi 2 xil. Adenoidi bor edi. Adenoidini oldirsak ham uncha o'zgarish bo'lmadi. Shulardan dori olib ketib qildik. 15 kun ichida rosa ham yaxshi natija ko'rdim. Mana Instagramga o'zlariga yubordim, do posli qilib. Rosa ham xursandman. Mana hozir o'zimga, qizimga hamma mahsulotlardan olib ketyapman. Juda ham yaxshi, hammasi ishonarli, original. Xursandman rosa ham. Sizlar ham kelinglar, hamma shifo topsin bu mahsulotlardan. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Avvalambor Allohdan sizlar sababchi yaxshi bo'lib qoldi. Shunga arxivlarimni tashladim sizga ko'ring deb. Rahmat. Ishinglar bundan ham rivojlansin. Sog' bo'linglar. Rahmat.